Assalomu alaykum va rahmatulloh. iOS olamiga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Dilshodbek, Swift Genius kanali. Do'stlar, Swift asoslari darsimizni davom ettiramiz. O'tgan darsimizda biz loop cycle mavzusini boshlagan edik, ya'ni for endi batafsil ko'rib chiqqan edik. Bugungi darsimizda biz o'sha loop cycle mavzusining ikkinchi operatori while operatori haqida batafsil ko'rib chiqamiz. Xo'sh, bugungi darsimizda biz nimalarni o'tamiz? While operatori o'zi nima? Qaysi holatlarda foydalanamiz va uni ustida qanaqa amallar bajaramiz? Bu for in, o'tgan darsimizdagi o'tgan for in bilan while ni nima farqi bor va bular qaysi holatlarda qay biridan foydalanamiz? Shular haqida batafsil ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. While operatori o'zi nima deydigan bo'lsak, while operator bu oldindan shart berib, agar shart to'g'ri bo'ladigan, ya'ni true bo'ladigan bo'lsa, kodni qayta va qayta bajaruvchi cycle operatori hisoblanadi. Ya'ni biz forda o'tgan darsimizda ko'rganimizda, forda biz to'plam berar edik. O'sha to'plamni ichidan 0-sidan boshlab oxirgisigacha, ya'ni to'plam tugagungacha cycle aylanib, o'zi avtomatik to'xtar edi. Bu while operatorimiz ishlashi o'tgan darsimizdagi qaraganda farqlanadi. Xo'sh, birinchi ko'radigan bo'lsak, yozilishini bu joyda oldindan tayyorlab olganman. Birinchi shart deydigan bo'lsak, ya'ni shartga biz har xil hamma shartni berishimiz mumkin. Bu joyda shart degan o'zgaruvchini beryapmiz va while kalit so'zi bilan boshlaymiz. While kalit so'zi bu yerga shart beramiz. Misol uchun oddiy shart deb biz true false berayotgan bo'lsak, masalan 1 kichkinami, 2 dan kattami, 3 dan degan shart ham berishimiz mumkin. Bizlar hozirda shart degan belgini beryapmiz. Ya'ni bu shart true yoki false bo'lishi mumkin bizda o'zgaruvchi boolean. Xo'sh, ko'rdik. Shartni yozamiz va qovusni yopamiz. Bu joyda while operator qanday ishlashini ko'rsak, shart to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, operator bu blogimiz ishga tushadi. Agar shartimiz false bo'ladigan bo'lsa, blogimiz ishga tushmaydi. Bu degani bizda har doim cycle davom etadi. Bu while o'zi cycle operator bo'lganligi uchun bu har doim o'zini o'zi qayta takrorlovchi operator. Bu joyda while beramiz, kodimiz ishga tushadi va qaytadan keladi, while ga keladi. Yana shart tekshiriladi. Agar shart qoniqarli true bo'ladigan bo'lsa, yana joyiga tushadi va yana ma'lum amallar bajariladi. Bajarilgandan keyin kod yana qayta while ga keladi. While da yana true yoki false ga qarab, yana qayta aylanadi. Bu joyda bir yaxshi e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan joylaridan biri bu while operatorida biz cheksizlikka tushib qolish ehtimoli katta, chunki bu hech qachon true false bo'lmaydigan bo'lsa, cheksizlikka tushib qoladi. Bu degani hech qachon false yo'q. Har doim qayta kelgan vaqtida bu true, yana qaytib kelsa true bo'ladi. Har doim true bo'laversa, bu cheksiz aylanish kerak bo'ladi. O'shaning uchun bunda biz e'tibor qiladigan jihatlarimizdan biri while operatoridan foydalansak, har doim qaysidir bir holatda false bo'lishi kerak. Aks holda, agar biz foydalanayotgan vaqtimizda qaysidir holatda, stepda bu false bo'lmasa, dasturimiz qayta to'xtovsiz aylanganligi uchun xotirani butunlay to'xtatib, dasturimizni butunlay ishdan to'xtatishga sabab bo'ladi. O'shaning uchun hozir bu joyda ham xato ishlatadigan bo'lsak, dasturimiz butunlay qotib qoladi. Qaytadan kirib, ancha muammoga duch kelishingiz mumkin. O'shaning uchun e'tibor qilish kerak. While bilan shug'ullanganimizda qaysidir bir holatda false bo'lish kerak. Ya'ni mana bunaqa shart teng false. Endi bu bir marta keldi, aylanadi. Shartimiz false bo'ladi. Keyingi safar kirgan vaqtida endi false bo'lgandan keyin bu operatorimiz to'xtaydi va cycledan chiqib ketadi. Demak, shu tarzda ko'rishimiz mumkin. Mana bu joyda avval shart tekshiriladi. Agar true bo'lsa, kod ishlaydi, ya'ni true bo'lsa, kod ishlaydi. Har safar qayta tekshiriladi. Har doim bir marta cycle aylandimi, tekshiriladi. Ikkinchi marta aylandimi, har safar aylanganda tekshiriladi. False bo'lsa, loopdan chiqadi. Xo'sh, bu joyda endi misollar bilan ko'rsak, 1 dan 10 gacha bo'lgan raqamlarni chiqarsak, biz bunda var ochamiz, I kalit so'zli o'zgaruvchi ochamiz. 1 dan boshlasin deymiz. While deymiz, I.
biz 1 dan 10 gacha bo'lgan qiymatni, ya'ni 10 gacha 1 va 9 oraligi, 10 dan kam 9 gacha chiqishi kerak. Kichkinami 10 dan deymiz. Endi bu tekshiruv qilamiz. While deymiz. Ayimiz 1 bo'lganligi uchun kichkinami 10 dan deymiz. Bu shartimiz qoniqarli true bo'ladi va bu ichkariga tushgan vaqtida biz ma'lum amalni bajarishimiz kerak. Hozirda biz shunchaki print funksiyasi bilan ayni chiqaramiz. Bu joyda yana e'tibor olishimiz kerak. Agar biz ayning qiymatini 1 ga ko'tarmasak, ya'ni cycle har doim aylanganligi uchun ayimiz 1, 2, 3, 4, 5 bo'lishi uchun biz bu ayga ay deymiz plus 1 qilamiz. Ya'ni cycle har bir aylangan vaqtida ayning qiymatini 1 ga ko'taramiz. O'shanda bir cycle aylanganda 1 ko'tariladi, ikkinchi cycle aylanganda ikkinchi marta cyclimiz ko'tarilib boradi. Natijani ko'radigan bo'lsak. Xo'sh, natijani ko'rdik. 1, 2, 3, 4, 9 gacha bo'lgan qiymatlarni chiqaryapti. Chunki bu joyda ayni har doim 1 ga ko'taryapmiz. Ya'ni ay 1 edi, 1 ga 1 qo'shdik, 2 bo'ldi, 2 ga 1 qo'shdik, 3 bo'ldi, 3 ga shunaqa shaklda cycle davom etadi. Qachongacha? Ya'ni bu joyda ko'rdik. Birinchisida 1 edi, undan kichkina true kirdi. 2, 3, 4, 5 bu 10 gacha, 9 gacha ko'tarib kelyapmiz. Mana 1 chiqyapti, 2, 3, 4, 8, 9 keldi. 9 ni ham print qilyapmiz. 9 ga 1 ni qo'shyapmiz, 10 bo'ldi. Endi qaytadan kelgan vaqt cycle qayta davom etadi. Bu joyda ayimiz endi 10 ga teng. 10 dan kichkinami? Yo'q, 10 dan kichkina emas. Demak, false bo'ladi. False bo'lsa, dasturimiz ishdan to'xtaydi, ya'ni cycle dan chiqadi. Shu bilan biz while operatorini to'xtatishimiz mumkin. Agar biz to'xtatmasak, aytganimizdek, bu cheksizlikka tushib qoladi. Hozir men cheksizlikka bu yozmasdan turib faqat ayni chiqaradigan bo'lsak, cheksizlikka tushib qoladi. Ya'ni kodimiz butunlay ishlashdan to'xtaydi. O'zingiz bir sinab ko'rishingiz mumkin. Keyin sizda vaqtingiz ko'proq. Menda sinashga vaqt yo'q. Mana shuni o'chirib turib bir sinab ko'rsangiz, dasturingiz qotishini ko'rasiz. Bu xavfliligi umumiy katta dasturiy olamda ham ishlayotgan vaqtimizda programmamizni, o'sha biz qurgan programmamizni butunlay to'xtab qotib qolishiga sabab bo'ladi. O'shaning uchun e'tibor qilishimiz kerak. Qaysidir bir holatda to'xtashi kerak. Bizda to'xtash holati 10 dan kichik bo'lgan qiymatgacha harakat qiladi. O'sha 9, 10 bo'ldimi, 10 dan katta bo'ldimi, demak, bizning dasturimiz ishdan to'xtaydi va cycle to'xtaydi. Biz for bilan ko'rgan vaqtimizda for deymiz, in deymiz, 1 dan boshlab 10 gacha deymiz, print qilamiz. Ay. Demak, bu joyda hozir buni o'chirib turib demak, 1 dan 10 gacha qiymat hammasi chiqyapti. Demak, bu for bilan ishlashimiz ko'rinishi, bu while bilan ishlash ko'rinishi. Ikkisida ham bu forda biz qaysidir holatda tekshiruv qilmayapmiz, ya'ni buni ichida turib, masalan, men bu joyda masalan ay undan kichkinami degan tekshiruvni qo'ymayapmiz. Biz for bu narsani avtomatik o'zi hal qiladi. Ya'ni bu ayni ham qiymatini o'zi ko'taradi va bu cycle'ni ham davomiyligini o'zi hal qiladi va o'zi to'xtatadi. Bu joyda 1 dan 10 gacha bo'lgan qiymatni hammasini chiqaradi. 10 ga yetib kelgan vaqtida bo'ldi, cycle tugaydi va for ishlashdan to'xtaydi. Ya'ni biz mana shu shaklda for bilan while ni farqlashimiz mumkin. Biz while bilan ishlagan vaqtda har doim bir o'zgaruvchi bo'ladi. O'sha o'zgaruvchi orqali biz tekshiruv olib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, keyingisida juft va tog' sonlarni chiqarishni ko'ramiz. While orqali o'zgaruvchimiz bor. Ay o'zgaruvchisi deymiz. Xohlagan o'zgaruvchi berishimiz mumkin. Biz ay kalit so'zi osonroq bo'lgani uchun aydan foydalanamiz. Demak, biz juft va tog' sonlarni 1 dan 20 oralig'idagi juft va tog' sonlarni ko'ramiz. Kichkinami 20 dan deymiz. Ya'ni ayimiz har doim cycle oshganligi uchun 20 dan yoki 20 gacha, 20 ham kirsin. Bu joyda tekshiramiz. F deymiz. Ayni foizli 2 ga bo'lib 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa,
O'tgan darsimizda buni tushuntirib bergandim. Ya'ni bu qanaqa ishlashligini. Bu orqali biz sonlarni juft yoki toqligini aniqlashimiz mumkin. Ya'ni foizli bo'lish orqali. Natijasi 0 bo'ladigan bo'lsa, bu juft sonlar. Agar 1 bo'ladigan bo'lsa, bu toq sonlar hisoblanadi. Agar print qilamiz i va biz har doim i ning qiymatini 1 ga oshirishni unutmasligimiz kerak. 1 ga oshiramiz. Biz hozir juft sonlarni chiqaramiz. i ikkita bo'lib qoldi. Buni o'chirish kerak. Xatolik berdi. Mana biz ikkita bir xil o'zgaruvchini ochganligimiz uchun dasturimiz xato berishni boshladi. Dasturimizda bir xil nom bilan ikkita o'zgaruvchini ochib bo'lmaydi. O'shaning uchun e'tibor qilishimiz kerak. Mana menda ham xato beryapti. Demak 2, 4, 6, 8, 10, 20 gacha faqat juft sonlarni chiqarishni ko'rdik. Mana shu orqali biz juft sonlarni chiqaryapmiz. Agar biz buni 1 qiladigan bo'lsak, bizning natijamiz toq sonlar chiqadi. Demak 1, 3, 5, 7, 9, 19. Demak shu orqali biz faqat toq sonlarni chiqarishni ko'ryapmiz. Yana e'tibor qilishimiz kerak. Biz ma'lum amallarni bajarib bo'lgandan keyin o'shandan eng oxirida i ning qiymatini 1 ga oshiramiz. Buni i ning qiymatini biz mana bu birinchi emas, oxirida eng so'nggi amallarni bajarib bo'lgach, oxirida eng pastida o'zgartirishimiz kerak. Agar biz bu joyda o'zgartiradigan bo'lsak, bizda dasturimiz to'g'ri ishlashdan ozroq chalg'iydi. Chunki biz o'zi birinchi kiritilgan qiymatni ham tekshirishimiz kerak. Ya'ni biz birinchi 1 ni kiritganmiz, 1 ni tekshiramiz, 1 ni foizli 2 ga bo'ladigan bo'lsak, haqiqatdan bizga toq sonligi chiqadi. O'shaning uchun agar hozir buni bu yerdan birinchi yozadigan bo'lsak, o'zi 1 edi, qiymatni tekshirmasdan turib, uni qiymatini yana 1 ga ko'tarib, keyin ko'tarilgan qiymatni tekshiryapmiz. Bu esa bizda to'g'ri emas. Demak, ko'rdik do'stlar, juft va toq sonlarni shu ko'rinishda chiqarar ekanmiz. Demak, qisqacha esda qolish uchun bu ishlar ro'yxati bor. Ya'ni biz bu joyda for va while ning o'rtasidagi farqlarni ko'ramiz. Demak, ishlar ro'yxati bor, bajarib chiqasiz. Ya'ni biz to'plam bor, o'sha to'plamni har birini birma-bir olib bajarib chiqamiz. Bu for inda bo'ladi. Demak, ish tozalaguncha davom etadi. Ya'ni biz bir ishni boshladik, uni tozalab bo'lgungacha harakat qilamiz. Tozalab bo'ldi deydi, tamom, tugadi, false, natija chiqariladi. Demak, bu while. Mehmonlar ro'yxatiga qarab chiqarish kerak. Har bir mehmonga qarab birma-bir chiqarish kerak bo'ladigan bo'lsa, fordan foydalanamiz. To'y tugagungacha xizmat qiladi. Ya'ni xizmatkor bor, xizmatkor bir marta xizmat qilmaydi. Bu to'y tugagunigacha. To'y tugadi deydi. Demak, natija false bo'ladi. Shu bilan while cycledan chiqadi. Har bir mahsulotga chegirma qo'yish for deymiz. Har bir mahsulotni aylanib chiqish uchun yoki kompyuter tugagunigacha ishlash. Ya'ni bu kompyuter tugab o'chdi degani, demak bizda false bo'ladi. Agar o'chmaydigan bo'lsa, har doim true degani. Ya'ni bu cycle davom etadi. Bu ishlab turadi. Demak, kompyuter ishlashdan to'xtadi, bu false. Dasturimiz cycledan chiqadi. Bugun o'tadigan darsimiz shundan iborat. Keyingi darsimizda biz repeat while darsini ko'ramiz. Sizlar bilan men Dilshodbek, Svejunius kanali. Darsimizni do'stlaringiz bilan ulashishni va kommentariya, like bosishni unutmang. Xayr, salomat.